Bektosh hammasi chappasiga aylanib ketganga o'xshaydi. Rossiya Ukraina urushi tinchlik muzokaralarida, ya'ni biroz hammada yaxshi kayfiyat bor ediki, Donald Trump bilan Vladimir Putin Budapeshtda uchrashsa, endi baribir katta odamlar bir nimani hal qilishar. To'g'ri, Ankarejdagi juda bir katta yutuq bilan yakunlanmagan bo'lsa-da, bunisi endi nimagadir nuqta qo'yadi degan umidlar bor edi. Va hamma shunga tayyorgarlik ko'rayotgandi. Hattoki Viktor Orban, Vengriya bosh vaziri xursand bo'lib ketganda darhol telefon qilib, biz tayyormiz hamma narsaga dedi. Bektoshga yana bir masala borki, bu uchrashuvga borish uchun Vladimir Putin NATO yoki Yevroittifoq a'zosi hududidan o'tishiga to'g'ri kelardi. Va bu ham bir muammoli vaziyat bo'lib turganda, ammo Bolgariyaning bayonoti bor ediki, bu agar Ukrainada tinchlik bo'lishi uchun zarur bo'lsa, biz havo hududimizni ochamiz deb Bolgariya ham aytib turgan edi. Mana shunday bir holat bo'lib turganda, Rubio bilan Lavrov gaplashyapti. Orada Rossiya kichikroq bir nota yuborgan ekan Amerikaga, biz o'sha eski pozitsiyamizda degandek. Shularning ikkala tashqi ishlar vaziri gaplashganidan keyin shunday uchrashuv bekor bo'lib turibdi, Bektosh. Albatta. Endi bu uchrashuv, umuman uchrashuvning o'zi hali to'liq pishib yetilmagan edi. Sababi uchrashuv haqidagi fikrlar birdaniga xuddi yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek chiqdi-da. Ahamiyat bersangiz, bu Donald Trump bilan Vladimir Putinday katta davlat rahbarlarining uchrashuvlari haqidagi bayonot odatda bir oy oldin beriladi, anons deydi-ku buni. Va undan tashqari jiddiy tayyorgarlik ko'rilishi kerak edi. Bu birinchisi bo'lsa, ya'ni bu borada aniq bayonotlar berilmadi. Ikkinchi masala, ikkinchi muammo shundan iborat ediki, biz albatta buni ma'lum ma'noda ekspertlar ta'kidlab turgan edi. Nima uchun endi Vengriyada, nima boshqa uchrashadigan joy yo'qmi? Saudiya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, hokazo, ya'ni dunyoning Vladimir Putin xavfsiz uchib bora oladigan va bemalol Donald Trump bilan summit o'tkaza oladigan davlatlari juda ko'p, lekin nima uchun aynan murakkablashtirish, ya'ni vaziyatni murakkablashtirishga bo'lgan harakatlar. Vengriyada nima uchun uchrashuv? Chunki Vengriyaga uchib o'tish uchun Rossiya prezidenti baribir xalqaro jinoyat sudining hukmini bajarishi lozim bo'lgan davlatlarning ustidan uchib o'tishi kerak edi va bu Rossiya uchun juda katta muammoni keltirib chiqarar edi. Lekin to'g'ri, endi bu yerda Vengriyaning manfaatlari juda o'rin tutadi, chunki Vengriyaning xalqaro imidji uchun kerak bunday sammitni tashkil qilish va kerak bo'lsa Vengriya hattoki oxirgi paytlarda nafaqat Vengriya, balki Polsha ham mayli havo hududimizda, demak Vladimir Putinning ochishiga ruxsat berishimiz mumkin, ehtimoli bor deb turgan edi. Xuddi aytganingizdek, Bolgariya hattoki demak tinchlikka xizmat qiladimi? Nima uchun biz ochmas ekanmiz chegara havo hududlarimizni dedi. Lekin hammasini Rossiya tomonidan ma'lum bir havolanib ketishlar bu uchrashuvni buzdi deb o'ylayman. Ya'ni kim qarang, 16-kuni Lavrov va demak Zelenskiyning uchrashuvida, uzr so'rayman tomoshabinlarimizdan, Lavrov deb yuboribman, Donald Trump va Zelenskiyning, ya'ni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning uchrashuvida uni ham juda bir muvaffaqiyatli deya olmaymiz. Bu yerda ikkita muhim masala borasida Ukraina rad javobini oldi. Bu birinchi navbatda Tomahawk raketalari, ikkinchi navbatda esa Donald Trump tomonidan nima deb talab qo'yildi? Donbassni topshirasan. Ukraina uchun eng og'riqli masala Donbass masalasi. Va Ukraina tomoni hudud bermaymiz ham deyotgani yo'q, lekin bu yerda ma'lum bir hududlardan voz kechmoqchi, lekin butun Donbassdan emas. Bektoshga, bu yerda Donbassni hali to'liq egallamagan hamda egallagani ham yo'qda Rossiya. Shuning uchun ham Donald Trump bu yerda ko'proq Rossiyaning manfaatiga xizmat qilayotgandek qabul qilindi Zelenskiy tomonidan va u demak xafa bo'lib ketdi deyishimiz mumkin Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi bunday uchrashuvlar, ya'ni Donald Trump va Zelenskiyning uchrashuvida jiddiy bir muvaffaqiyatga erishmaganligini ko'rgandan keyin Rossiyada albatta ma'lum bir havolanish ro'y berdi. Ya'ni bular aytdiki, demak bizning rejamizga yaqin ish bo'layapti. Mana Amerika Qo'shma Shtatlari demak biz uchun haqiqatan Rossiyaning manfaatlariga zid kelmaydigan tashabbuslarni ilgari suryapti degan fikrlarni ham keltirib o'tgan edi. Demak, bu yerda Rossiya tomonidan ma'lum bir havolanishga
ketib qolganligini ko'rdik va 20-kuni demak Lavrov va Marko Rubio, ya'ni bu yerda aniqlashtirib o'taylik, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamentining rahbari Marko Rubio va Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar vaziri Lavrov telefon suhbatida oxirgi detallarni kelishib olish kerak edi. Ya'ni sammitda nima masalalar qanday hal qilinadi va texnik tomonlarigacha hal qilish jarayonida Lavrovning bitta fikri, to'g'risini aytishimiz kerak, Amerikani ham qoniqtirmadi va ularning jahlini chiqarib yubordi deyishimiz mumkin. O'zbek tilida qitiq pati degan joy bor. Qitiq patini tegib qo'ydi. Ya'ni bu yerda nima dedi Lavrov? Biz hozirgi front chizig'ida nizoni to'xtatish, ya'ni muzlatish haqidagi taklifga rozi emasmiz deb qo'ydi. Unda nima? Unda nima deng? Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari urushni tugatish uchun Rossiyaga juda katta yon bosayotganligi bugun ko'rinib turibdi. Baydendan farqli ravishda Donald Trump. Lekin Rossiya tashqi ishlar vazirligining mana bu bayonoti, to'g'risini aytadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar umuman masalalar bilan shug'ullanuvchi davlat departamentining rahbari Marko Rubio tomonidan juda bir alamli tarzda, bir achchig'i chiqadigan, jahli chiqadigan tarzda qabul qilindi va demak, hattoki bu yerda preostanovlena deb berdi, hali vaqtincha to'xtatib qo'yildi, uchrashuvga tayyorgarlik masalasi deyildi. Endi hurmatli muxlislarimizdan uzr so'ragan holatda to'g'risini ham aytib qo'yishimiz kerak, hali uchrashuv butunlay bekor qilingani yo'q. Butunlay bu boradagi tashabbuslarga nuqta qo'yilgani yo'q. Uchrashuv bo'lishi mumkin, 1 oydir, 10 kundir, 15 kundir biz hali hurmatli muxlislar bilmaymiz va ikkinchidan endi qaysi davlatda bo'lishini ham aniq bilmaymiz. Chunki bilamiz, Vengriya ancha Rossiyaga moyil davlat hisoblanadi Yevropa ittifoqining ichidagi va Viktor Orban, ya'ni Vengriyaning prezidenti Viktor Orbanning Vladimir Putin bilan munosabatida bir hali jiddiy bir suhbatlar bo'lib o'tmagan. Ya'ni munosabatlari yaxshi demoqchimiz. Shunday bo'lsa-da, lekin hozirgi nimaga ko'ra, ya'ni oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 5 soat oldin demak BBC, shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi New York Times gazetasi va boshqa Oq uyga juda yaqin bo'lgan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning bergan xabarlariga ko'ra hozircha uchrashuv yopildi va Donald Trump shunday bir bayonot berdiki, men vaqtimni bekor ketkazishni sarflamayman, ya'ni bekor ketkazishni sarflashga mening xohishim yo'q. Chunki Vladimir Putin ko'nmagan ba'zi bir masalalarni oldindan, ya'ni hal qilinmagan masalalarni men borib u bilan uchrashib, gaplashib o'tirishga vaqtim yo'q deb bayonot berdi Oval kabinetda va bu albatta mantiqiy, to'g'ri. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, nafaqat mantiqiy, balki umuman ma'naviy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak ham, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari noto'g'ri qadam tashlagani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari haqiqatda, ya'ni bugungi kun realligidan kelib qadam tashlayaptiki, agar Rossiya tomoni hozirgi chegaralarda ham hattoki ko'nmaydigan bo'lsa, demak bu yerda Amerikaning oldida bitta yo'l qolyapti. Bu ham bo'lsa Ukrainani qo'llab-quvvatlash.